Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Abdori Ehson Abdulquddus. Misr. 8-bob. İftarda hammaylar g'amga patgan holda gap so'z qilishmay jim-jim g'izolandi. Hammaylar Ibrohimga qarab qo'ysa, u xijil bo'lib, o'zini qo'yarga yer topolmay ketidi deb tashvishlangandek, uningga qaramaslikqa tirishadi. Navalla buningdan mustasno. U İbrahimga bir necha qatim yo'shirincha qarab oldi. Keyin boshqalar ko'nglimdagini bilib qolmasin deb qaramadi. Hammaylar bir-biridan o'zini qochirgandek, tezroq tinishlayli degandek, tomoqni noitdi, tez yeyishdi. Samiya tatliq yemekliklarni yemayla o'rnidan turdi. Nimishqa tatliq turumlarni yemaysa, apsi uning orqasidan to'lidi. Samiya xuddi biri bilan so'qishib qolgandek xo'ylinib, "Yigim yo'q", dedi-da hujrasiga mangdi. Tez minib yiqilib ketgili tas qoldi. Naval xuddi xo'shlashgandek o'ltirganlarga birma-bir qarab chiqib, o'rnidan turdi-da, ochisiga tasalli berish uchun mangdi. Buvay bilan Muhit o'rnidan tangli turdi. İbrahimmo o'rnidan turdi va o'zining kaynida qolganligidan sal uyaldi. Tamaq ustida Mo'may yolg'izla qoldi. U tamaq yeyotdi, ammo ko'zi qochida emas edi. U balki odatdagidan jiq yegandir, ammo nima yeyotganligiga diqqat qilmayotdi. Uning ko'ngli parishon, kallasida ming xayol. Buvay hujrasiga kirib ketdi. Muhit birdam arasalda bo'lib turib qoldi. İbrahim o meni buvayning yanida birdam o'ltirib chiqishga taklif qilarmikin deb kutdi. Ammo Muhitning arasalda bo'lib turganligini sezib, parishon holda Muhitning hujrasiga kirdi. Muhitmi uning orqasidan kirib eshikni yopdi. "Biz choyni mashadla ichaylikmikin?" dedi u. "Ixtiyoring", dedi İbrahim. Muhit ustalga kelib o'ltirib bir kitobni ochdi. Ko'zi kitobda bo'lg'ini bilan zodila o'qiy olmadi. "Meningcha, ata naval berib, kiyimni aklab olsin. Faqat, ammo", dedi u gapining oxirini deyolmay. "Ammo nima?" so'radi İbrahim. "Hech nima emas", Muhit uningga qaramay javob berdi. "Muhit, navaldan xotirjam bo'l, hech qanday chatoq chiqmaydi", dedi İbrahim kulib. "Xudoyim saqlasin", pichirladi Muhit va jim bo'lib qoldi. Ammo qopoqlari turilib, chiroyi tutilib, bak diqqat bo'lib ketayotgandek nafas elishimi tezlab ketdi. U tashvishlanadi, nima qilarini bilmaydi. Bir tarafdan singlisining biror pishganlikka uchrab qolishidan ansirasa, yana bir tarafdan İbrahimning bu uydan chiqib ketishiga yordam qilishni o'ylaydi. İbrahim kessala u yengillab qoladi. Oiladagilarmi cho'ng bir yukdan qutulatdi. İftardan burunla u biror amalni tepishni o'ylagan. İbrahimmi uningga amal tepishib bermoqchi bo'lgan edi. Ammo u arisalda bo'ldi. Singlisining kiyim akilishiga qo'shilgandan keyinmi ko'ngli aromiga tushmadi. Uyda xeyli uzungacha jimjitlik hukm surdi. Muhit yolg'ondan kitob o'qigan bo'lib o'ltiratdi. İbrahim bo'lsa xiyol surib o'ltiratdi. Ammo fikrini yig'olmayotdi. U navalni orqadanla qechish planini o'yladi. Ondan ixtiyorsiz Abdulhamdi xiyoliga kechdi. Oxir o'zini Abdulhamdini boshqa hamma ishni o'ylashdan qutulib, faqat navalni o'ylashga tirishdi. Ishik qo'ng'iriqi jiringladi. Muhit kitobdan beshini elib, bezor bo'lgan holda tumshug'ini ushlab, "Bu cho'qim Abdulhamdi apandi", dedi. İbrahim bo'lg'usi jangga hozirlanish yuzasidan zehnini bir yerga yig'moqchi bo'ldi va bearam bo'layotganligini Muhitga bilintirmaslik uchun ko'zlarini olqini bilan to'sib oldi. "Sen Abdulhamdiga bu uyda oz degandimi yana 2 hafta turdiganligimni puritib qo'ysang bo'lamdikin", dedi İbrahim. "Nemishqa?" Muhit ko'zlarini chaqchaytgan holda hayron bo'lib so'radi. "Mening nədlikimni bilib xotirjam bo'lsin deyman. Bo'lmasa, u meni bu uyni nazorat qilib, men boshqa yerga yo'tkalgan hamon soqchilarga xabar yetkazib qo'yishi mumkin." To'g'ri, Muhitning chiroyi aksiga keldi.
Sen onun bilen körüşemse, so'radi Ibrohim. Muhit sal o'ylanib olib, dadam chaqirsa bir gap bo'lar, dedi. Ishik qo'ng'iriqining jiringlishi bilan hamma odamning nervisi xuddi tok o'tgandek bo'lib ketdi. Bovay Türkiye pasonidagi safada o'ltiratdi. Ishik qo'ng'iriqining jiringlig'ini anglab to'satdin yenib beqiniga sanjiq turgandek silkindi. Qo'llari kirishib ketdi. Keyin u Abdulhamdini ko'zim ko'rmasin degandek gezitda yuzini to'sib oldi. Momay birdinla bearam bo'lib ketdi. Bu ishning bundoq tez bo'lib ketishini xiyoliga keltirmagan edi. U beshini changallab, andishi ichida levini tishladi. Bir narsa esiga kelgandek keskin talaffuzda eriga: "Men gap qilmayman, bir eg'izmi gap qilmayman. Gapni siliq qilsila. Men eg'iz ochsamla hamma gapni biraqla davetib, ko'ni yangi hisobni bir yo'li qilibla o'ltirdigandek qilaman", dedi. "Bo'pti, sen eg'iz ochma, Xudoyim saqla", dedi eri eg'ir xursinib. Samiya hujrasida xiyoli chechilgan holda singlisining tasallisiga parvo qilmay o'ltiratdi. Ishik qo'ng'iriqi jiringlaganda u ixtiyorsiz cho'chib ketdi. Ko'zlarini yo'g'on ichib singlisiga burildi va uning qo'lini mahkam tutib oldi. "Uning bilan ko'rishmayman. Sen dadamga degin, men u yerga kirmay, yo'q, o'limmi menga buningdan yaxshiroq", dedi u titrab turib. Naval o'zini tamkin tutishga tirishib: "Xudo haqqi, ko'ngil ko'ksingni kang tut. U ablahga taqobil turish qanchalik ishtaysa, keyin biz uni shundoq tushurimizki, u hargiz bu ishlarni o'ylashga petinolmaydi. Men berib eshikni ochay, sen chechingni tarib ol, yoki bo'lmasa mushi petinglar chiqayver. U seni bu holda ko'rib, sen bilan to'y qilishdan yenib qolamdi o'taxi", dedi va zo'rg'a kulib qo'yib, qo'lini ochisining qo'lidan bo'shatib chiqib ketdi. Ishikdan chiqibla uning chiroyidagi tabassum yo'qoldi. Yuragidagi azob yuziga tepdi. Naval ishikni ochdida Abdulhamdigimi qarabmi qo'ymay, kayniga yondi. Abdulhamdi ishikni yepib qo'yib so'radi: "Sizlar nimishqa ishikni itib qo'ymaysizlar?" Naval uningga parvo qilmadi. Abdulhamdi uning orqasidan kelib o'tib yana so'radi: "Tag'am qayerda?" "Mehmonxona uyida." Naval uningga qaramay javob berdi-da, hujrasiga kirib ketdi. Abdulhamdi mehmonxona uyining ishigiga berib, xuddi bovayning ruxsat qilishini kutgandek to'xtadi. Bovay beshini ko'tardi. Uning chiroyida, ko'zlarida hech qanday ifoda yo'q edi. U gap qilmay qo'lidagi gazitni asta qatladi-da, sal midirlab qo'yib: "Balam, kirgin", dedi. Abdulhamdi uyga kirib tog'isining qo'liga so'ydi. Ondan kichik opsiga qo'lini so'zgan edi. Momay chetga qarab olib qo'lini uzatdi. Abdulhamdi so'yay deb turishiga xuddi uning lavlari cheqib oladigandek qo'lini shartla tortib oldi. Abdulhamdi xo'shalligini bildirmaslik uchun uyatchan, adabli qiyofatga kirib olib gap qilmadi. Chiroyiga muloyim tus berib, ko'zlaridan makkorligini chandırmaslikqa tirishdi. Keyin bearam bo'lib, bo'ynini heli o'ngga, heli so'lga to'lg'idi. Oxir bularning hammasi jiniga tegdi. Bovay quruq yutilib qo'yib, badashqan qurdida qo'liga yana gazitni elib so'radi: "Dadang yaxshimi?" "Xudoga shukr, u nihoyat yaxshi", Abdulhamdi adab bilan javob berdi. "Sen uningga nima deding?" Bovay gazitning yana bir betini ichib so'radi. "Sizning demakchi bo'lganingiz..." Abdulhamdi ko'ranglik bilan gap boshlab edi. Bovay uningga jang e'lon qilgandek qadalib qarab so'radi. "Shundoq, men Ibrohimning bizning o'ydiligini uningga aytdingmi demakchiman?" Abdulhamdi sal o'zini o'ngshib olib, sipoya qiyofatda bilarmanlik bilan javob berdi. "Yo'q, sizmi uningga aytmagan tursangiz?" "Yaxshi qipsa", dedi bovay gazitni varaqlab etib. Momay: "U yaxshi ishni bak to'liq qildi emasmi?" deb g'o'dirab qo'ydi. Ammo uning nima da'vatganligini hech kim bilolmadi. Orani jimjitlik bosdi. "Muhit qayerda?" so'radi Abdulhamdi. "Hujrasida." Bovay uningga qarabmi qo'ymay javob berdi. Ondan o'zining Abdulhamdidan qo'rqmaydiganligini, hech ishni yoshirmaydiganligini bildirmoqchi bo'lgandek qo'shib qo'ydi. "Ibrohimmi uning bilan billa?" Abdulhamdi gap qilmadi.
Onunğa qandaq hücum qilsam bo'ladi ekan deb kuzatgandek bovayga yer tegidan qarab qo'ydi. Ondan bu ishda osonlikcha bo'ldi qilmaydiganligini bildirmoqchi bo'lgandek o'rnidan turishga tamshilib so'radi. Ularning yiniga chiqib birdam o'ltirsam bo'larmi? Bo'ldi, meshada o'ltiraver, dedi bovay qo'lidagi gazetni o'qib. Ondan xotiniga qaradi. Tahiya, Muhitni chaqirg'ina, İbrahim apandimi billa kelsin. Abdulhamdi kichik opsini to'xtatmoqchi bo'lib darhol. Tag'a, Muhit kirgucha so'zlashadigan bir ish bor edi, dedi. Qani, degin, dedi bovay bizar bo'lgan alpozda. Bugun atdigan sizga degan heliqi ish, ya'ni Samiyaning ishi, hozir payti emasligini menmu bilman. Biroq menga sizning birla eg'iz gapingiz lozim. Bovayning chiroyi tutildi. Abdulhamdini keltirib bir shapaloq salg'usi kelib ketdi. Shundoq bo'lsa-mu chandurmasdan to'g'ri o'ylabsa, hozir shu gapni qilishib olaylik. Atdigan ishxonada sana nima degan? Unutib qopdimi? Biroq bovay birdinla gapini to'xtatib oldi. Chunki Abdulhamdining bala terimasligi uchun uning talabiga yolg'ondan qo'shiladigan bo'lganligi esiga keldi. Abdulhamdi sudek yotlab olgan dars tekstisini so'zlagandek so'zlab ketdi. Tag'a, sizga ma'lum, men xilidan buyon Samiya bilan to'y qilish orzusida bo'lib kelyapman. Bultur elchimi kirgizgan edim. Tunugun qishingizga tushdan keyinmi xizmatga mang'anligimni. Bu yerda Misrliklar xizmatni atdegandan boshlab tushdan keyin soat 2 gacha ishlab tugatadi. Tushdan keyin xizmat qilish, qo'shimcha ishlash yoki boshqa joydan xizmat topganligini bildirdi. Tushdan keyin xizmatga mang'anligimni aytib qo'yay deb borgan. Bir Strahvaniya shirkatidan ish topdim. Oyda oz deganda 15 fond sterling topaman. Uningdan boshqa oylik maoshim 27 fond sterling. Biroq tunugun bularni deyishga fursat topolmadim. Shunga bugun atdigan ishxonangizga borgan edim. Yangi ahvolning bu ish bilan munosabati yo'q. Siz menga bo'ladi yoki bo'lmaydi desingizlar kifoya. Siz meni eski deb qaraysiz. To'g'ri, men kichik vaqtimda eski edim. Ammo hozir tuzaldim. Aqlimni topdim. Agar siz shirkatimizning mudiridan so'rasangiz, u meni cho'qim eng yaxshi xizmatchi deydi. Bovay uning so'zini xuddi shikoyatnomani anglagandek angladi. Shundaqdimi, azoblanayotganligini bilindirmaslik uchun o'zini zo'rg'a besib olib, "Qandaqlar bo'lsin, sen mening jiyanim. Samiya sening bir navri singling. U sen bilan birga o'ssa, men hech narsadan g'am qilmayman. Xudo sening tilakingni ijobat qilg'ay. Samiyami murodiga yetgay." Abdulhamdining og'zi quliqiga yetdi. U xushalligini bosolmay qoldi. Samiya qayerda? Mo'may uningga bo'g'ib etadigandak olib, "Mana nesbasdi" deb g'udungshidi. Abdulhamdi Mo'mayning gapini anglamay yana so'radi. "Siz Samiyaga dedingizmi?" Bovay o'zining bizar bo'lganligini yoshiribmi o'ltirmay, "Ha, uningga dedim", dedi. "U nima dedi?" taqozolik bilan so'radi Abdulhamdi. Bovay darhol javob bermadi, ammo qizi uchun yolg'on aytishni xohlamay, "Rostini aytsam, bundoq ahvolda qiz bola degan hech narsa demaydi. Jimmida turib oladi", dedi. Biroq bovayning savr qochisi toshdi. "Meni so'roq qilyapsansan nima? Nimandaq yuzi qilinlik qilsa, bundoq qilma." Abdulhamdi pastgo'yga tushdi. U apu so'ragandek tishining iqini chiqarib, "Apu qiling, men xushalligimda o'zimni bilolmay, haddimdan eshib ketib qopdiman." Bovay o'zini besib olib, qat'iy talaffuzda, "Sen bu ishni İbrahim apandi uyimizdan chiqib ketguncha orliqda boshqalarga deb yurma. Bu ishni xalqlar bilmay tursin, uqdingmi?" dedi. "Bo'ladi tag'a, sizning deganingiz to'g'ri." Abdulhamdining lavlarida kulki o'ynadi. Bovay xuddi Abdulhamdiga taqobil turish uchun boshqalarni yordamga chaqirmoqchi bo'lgandek xotiniga qarab, "Tahiya, sen berib Muhitni chaqirib qo'y", dedi. Mo'may nihoyatda og'ir yuk ko'targan odamdek tasda o'rnidan turdi. "Bugun oqshom nima bo'ldimkin, uyqum kelibla turdi." U harg'in qadamlar bilan chiqib ketdi. Bovay Abdulhamdiga qarab qo'yib,
gazetni o'qishga boshladi. Nima uchundir u Abdulhamdini Ibrohimga selishtirdi. Agar Ibrohim uning jiyani bo'lib qolgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? U chaqda bovay turmada yatsimi, darg'a esilsimi, rozi bo'lgan bo'ladi. Hozir uning qarashicha qizini o'limga hukm qilingan odamga berish, Abdulhamdiga berishdan yaxshi edi. Abdulhamdi o'zini parvosiz ko'rsatmoqchi bo'lib, tomoqini qirib qo'ydi-da so'radi. Ibrohim apandi bu yerda xili uzun turamdi ekan. Bovay Xudodan madad tilagandek osmonga qarab qo'yib, uning og'zini tuvoqlab qo'ydi. Bilmayman, Xudoyim uning ishlarini ko'ngildagidek qilg'ay. Hujrga oldida Muhit, orqadan Ibrohim kirib keldi. Abdulhamdi o'rnidan turdi. Bovay o'rnidan turmadi. Ammo qo'lidagi gazet sal titrab to'xtab qoldi. Muhit Abdulhamdiga muzdek qo'lini so'zib, so'g'uqla ko'rishdi va yirgingan holda "Qandoq ahvoling, Abdulhamdi?" deb qo'ydi. Abdulhamdi javob bermasdan qo'lini Muhitning yumshoq olqinidan tortib olib, Ibrohimga sundi. U Ibrohim bilan xuddi tish doktorini qarshi elayotgandek og'zini yo'g'on ochgan holda ko'rishdi va hijib "Assalomu alaykum, menga cho'ng sharaf musharraf bo'ldi" dedi. "Bu Ibrohim Hamdi apandi, sen albatta uni taniysan", dedi Muhit ta'na qilib. Abdulhamdi Ibrohimga sapsilib etib, "Qara gapingni, u vatan xoini qo'lidan vatanni qutuldirmoqchi bo'lgan qahramon tursa, kim bilmaydi? Xo'sh gapsiz", dedi. "Nihoyat xo'shalman", dedi Ibrohim so'g'uqla. Ibrohim xuddi yuragini ko'rmoqchi bo'lgandek Abdulhamdiga mixdek tikilgan edi. Abdulhamdi tik qaray olmay, atrofiga qarab o'ltiradigan o'rindiq izdigan bo'lib oldi. Ular joy ilishgandan keyin Abdulhamdi: "Menimi Muhitga o'xshash ko'rishingizni umid qilaman. Meni topshiriqlaringizni anglashga tayyor odam deb biling. Menla bejara oladigan har qanday ish bo'lsa aytavering", dedi. "Rahmat", dedi Ibrohim javoban. Bir oz jimjitlikdan keyin Abdulhamdi: "Sizning bu yerligingiz hech kimning xiyoliga kelmaydi. Dastlabda menmi ishonmay qoldim", dedi. "Quruq gaplarni deb nima qilsa, qiladigan boshqa gap topolmayotamiz", dedi ochiqqa kelgan bovay. Abdulhamdi yordam tilagandek Ibrohimga lappida qordida to'xtab qoldi. Ibrohim Abdulhamdining odamgarchiligini bilmoqchi bo'lib so'radi: "Mamlakat ichida nima xabarlar bor?" Ibrohimning ishonchisiga erishishni o'ylab o'tirgan Abdulhamdi qizargan holda qizg'inlik bilan so'zlab ketdi. "Mamlakatning ahvoli baqchatoq. Bir uchum kishilar davlatni balo-qazoga ittirmoqchi. Angliyaliklarga setib bermoqchi bo'lyotidi. Kishilar buningga amalsiz qelyotidi. Vatanni qutuldirish uchun ancha-muncha ish qilayli deb men bir necha yoshni tashkilladim." Ibrohim Abdulhamdini tushunib yetganda kulib qo'ydi. "Tova, Abdulhamdi apandi, qachondan boshlab bundaq vatanparvar bo'lib ketding?" dedi Muhit ta'na qilib. Abdulhamdi xafa bo'ldi. "Muhit, sen meni tushunmaysan. Mening nimalarni qilganligimni, nimalarni qilmoqchi bo'layotganligimni bilmaysan. Yaxshisi gapga lo'qma solma." Muhit uni masxara qilgandek mo'risini qisib qo'yib undamadi. Hammaylar jim bo'lib qoldi. Abdulhamdi uchaylan menga yevdidagandek qarayotidi deb o'ylab, o'zini ularning qo'rshavida qolgandek his qildi. Ularning nafaslari yuziga tukurik tegayotgandek bilindi. U o'zini Ibrohimga tunishtirganda xatolashganligini bildi. Ibrohimning oldida o'zini tamkin, ish ko'rgan, bu oilaning og'ir ahvolini tushungan qiyofatda tutgan bo'lsa, obdan bo'ladi emasmi? Men taktikini o'zgartay. Gap qilmasdan g'amkin qiyofatga kirib olay. Hech ishni surishta qilmay, so'rmasammi, hamma ishni menga ular o'zlari deb bersin. Men o'sh kallam bilan ish ko'ray. Deganlarni ko'nglidan o'tkazdi Abdulhamdi. Uning chiroyi xiyolining o'zgarishi bilan tang o'zgarishga boshladi. Yuzidagi kulka yo'qoldi. Qarashlari sipoylashdi. Eg'ir besiq bo'lib, jiddiy, cho'ng bir masalani o'ylayotgandek qiyofatga kirdi.
İbrahim bular Abdülhamdiga bundaq soğuq pozisiya tutmasdan özlerini onunğa işinadigan qilib ko'rsatib, uni xotirjam qilsa, uning yomon niyati oshkorlanib qolgan taqdirdimi bilmagan bo'lib olsa obdan bo'ladi deb o'ylab, qandoq qilib Abdülhamdini o'ziga yaqinlashtirish ustida bosh qotirdi. İbrahim eg'iz achay deb turishiga Abdülhamdi o'rnidan turib sirtqa mangdi. Bovay uningdan "Nega borsa?" deb so'radi. Abdülhamdi hayron bo'lgan holda kayniga qaradi. Bovayning o'zini xato tushunib qolganligini ayblamoqchi bo'lgandek mardonalik ammo adab bilan "Tag'a, suv ichib kiray" dedi va chiqib ketdi. İbrahim burilib muhitning qulog'iga pichirladi. Onunğa sal yaxshiroq muomala qilsang qandoq? Bovay beshini ko'tarib ularga qarab qo'ydi-da, gezitni o'qiyverdi. Abdülhamdi ustumagan bo'lib, sirtqa chiqish bilan obrazini va taktikasini o'zgartib, uyga yangi obraz, yangi taktika bilan kirmoqchi bo'lgan edi. Yana Samiya bilan ko'rishib, ishini bekitib, ko'nglini xotirjam qilg'isi, Samiyaning ko'zlariga to'ymay qarab, uning muloyimligi, pok beg'uborligidan ilhom olg'usi kelgan edi. Demisimi Abdülhamdi o'zida yo'q bu narsalarni Samiyaning ko'zlaridan topalaydi. Şuna o uxlayotganlarni o'yg'itay degandek ching-ching dastlab mangdi. Naval oyoq tevishini anglab hujrasidan chiqdi. Abdülhamdi uning oldiga kelib, uy ichiga bo'yinlab qarab so'radi. Samiya nada? Naval uni to'sqisi kelmagandek bir chetga o'tib javob berdi. Ana, oldingizda turmamdi. U shundoq dedi-da oshxonaga kirib ketdi. Abdülhamdi bo'sug'iga kelib past ovoz bilan "Singlim, yaxshimisiz?" dedi. Samiya karvatning yenidan ichidan turilib kelayotgan yig'isini besib olmoqchi bo'lgandek beshini egib turardi. U beshini ko'tarib Abdülhamdini ko'rdi va ixtiyorsiz cho'chib ketdi. Xafa bo'lib chechilishga tamshiribdi, ko'zi uning ko'zi bilan uchrashib qoldi. Samiya yana uning o'ziga balaliq, o'smirlik vaqtidan tortib tonish bo'lgan qarashlarini ko'rdi. Uning bu qarashlari xuddi qora patqoq loy ichidan o'sib chiqqan gulga o'xshashatdi. Shu an Samiyaning xafaligi, ochiqi pasaydi. U ta'tir qarab olib o'zining balaliq, o'smirlik davridan qochirdi. O'ziga oshiq bu odam oldida ko'rangligini yoshirishga tirishdi. Abdülhamdimi ko'nglidagini yoshirib bo'sh ovozda so'radi. "Nimishqa biz bilan birdam o'ltirmaysiz?" Samiya uning gapiga parvo qilmadi, ammo vujudidagi qon yuziga tepib, behushlikdan esiga kelgandek bo'ldi. Abdülhamdi uyga kirib etib yana so'radi. "Siz nimishqa menga qaramaysiz? Nimishqa mundaq tumshug'ingizni ushlaysiz?" Samiya uningga qarab qo'yib, o'zini zo'rg'a besib olib javob berdi. "Meni birdam oromida qo'ying." Abdülhamdi uningga yaqinroq kelib so'radi. "Siz nimaga ochiqlanyapsiz?" Samiya toqat qilolmay vaqirab ketdi. "Menga kanadak chaptishib olmay ner bering. Yaxshisi shundoq qiling. Bo'lmasa men dadamni chaqirmanjimi?" Abdülhamdi balaliq va o'smirlik davridan tortib ishiltib kelgan huquqini ishqa silib Samiyadan jiddiy talaffuzda so'radi. "Samiya, sizga nima bo'ldi? Tag'am sizga nima dedi?" Samiya beshini tuvan silib yig'ilib o'tadigan alpozda "Agar dadam menga hech nima demagan bo'lsa yaxshi bo'ladi" dedi. Abdülhamdi o'z ovozi bilan Samiyaning qalbiga ta'sir qilmoqchi bo'lib, "Bu biz orzu qilib kelayotgan ish emasmi?" dedi. "Menga siz kerak emas. Men nima deb sizni tanlag'udakman? Men o'qishni tuzuk o'qiy olmagan, axloqsizni nima qilatdim?" dedi Samiya Abdülhamdining so'zidan xo'rliq his qilib. Abdülhamdi Samiyaning kalti pamlikini zanglik qilib, "O'qishni obdan o'qiganlar nima bo'pti? Tag'am o'qigan odam. Ammo 30 yil ishlabmi, aran 5-darajalik odatdagi xizmatchi-ku", dedi kulib. "Paxas bo'ling, dadam bo'yningizni uzib etmasin yana." Samiya g'azab bilan uning so'zini bo'lib etdi. Abdülhamdi uning gapiga parvo qilmadi. Muhit mushkungacha o'qiyotdi. Kelgusida umu aram 12 yoki 15 fond sterling pul oladigan xizmat topadi. Saranglik qilmang.
o'qib nima kepti? Eng muhimi, qo'lidan ish keladigan bo'lish kerak. Siz va men kichikimizdan tortib, taqdirimizni bir-birimizga bog'lagan. Azaldan sizni meningki deb, sizmi meni o'zingizningki deb qaragan. Esingizdami? Ayni chog'da men sizga marujni akilib beratdim. Ikkimiz birga o'ltirib yeydik. Mana hozirmi sizga bir narsa olg'ash keldim. Sizga bir yurish uy, birga yeymiz deb yaxshi yemekliklarni tayyorlab qo'ydim. Samiya, bo'ldi, gapingizni to'xtating degandek, ha deb beshini chayqadi. Oxir toqati taq bo'lib, yerni tepib, uning gapini uzdi. Siz u chaqda marujnini o'g'irlab akilatdingiz. Endi uyni qandoq o'g'irlab bersiz? Abdulhamdi dardini ichiga yutib yerga qaradi va singlim, yo'q gaplarni qilmang. Siz bilan talashmayman. Chunki bu sizning ko'nglingizdagi gaplar emas. Siz tag'amga vakolatan, butun oiladagilarga vakolatan so'zlayapsiz. Bu oiladagilar meni bo'zaq qilyapti. Sizni mi bo'zaq qilyapti? Samiya darhol uningga raddiya berdi. Diplom ololmay maktabdan chiqib ketganda sizni kim bo'zaq qilgan? Abdulhamdi yanala o'zini tutib olib javob berdi. Biz yana diplomning gapini qilib ketdik-ku. Jinim xanim, men boshqadan dars tayyorlab sizga 100 diplom akilib beray. Bo'lamdi? Samiya undamasdan ta'tir qarab oldi. Abdul Samiyaga texmo yaqin kelib, biroq shartim shuki, siz men bilan birga dars tayyorlaysiz, menga dars o'qib berasiz, dedi va Samiyaning qo'lini tutmoqchi bo'ldi. Samiya ochchig'i kelib o'zini qochirdi. Menga tegmang, neri turing, sizni ko'rarga ko'zim yo'q. Uqdingizmi? Abdulhamdi zuvan sürmedi. Birdam yerga qarab turgandan keyin Samiyaga qarab cho'nqur xursindi. Samiya, nima qilmoqchisiz? Meni nima qil deysiz? To'li chaplashib olmang, dedi Samiya zardi bilan. Abdulhamdi g'amkin kulib, men sizni kuling, hech bo'lmaganda kulimsirab qo'ying deyman, dedi. Samiya og'zini yo'g'on ichib, tishining iqini chiqarib, mana men kuldim, bo'lgandi, endi mening, dedi. Abdulhamdi chiqib ketishga tamshaldi, ammo uning qarashlari o'zgarmadi. Qarashlari yanala qora patqoqdan unib chiqqan gulga o'xshatdi. Men hozir ketaman. Sizni ko'rgili erta yana kelaman, dedi Abdulhamdi. Samiya uning ketishiga afsuslangandek bo'sh ovoz bilan, "Mayli, erta o'ygun keling, ish qilib sizni ko'ra ko'zim yo'q", dedi. Abdulhamdi o'ziga ishongan holda kulimsirab, "Erta o'ygun deysiz-ku, ömür bo'yi meni har kuni ko'rib tursiz", dedi de uydan chiqib ketdi. Samiya qizg'in beqishlari bilan uni uzutib qo'ydi. Abdulhamdi mehmonxona uyga kirdi. Ammo bu sug'ida birdan to'xtab o'ltirganlarga bir qo'r sapsilib chiqdi. Endi ularning chiroyiga qarg'usi kelmadi. Uydagi jiddiy kayfiyatga qiziqmadi. "Tag'a, kessam bo'lamdi?" deb so'radi Abdulhamdi va bovayga qo'lini uzatdi. Bovaymi ikkilanib turmayla qo'lini uningga berib, "Dadangga salom aytib qo'y", dedi. Abdulhamdi bovayning qo'liga so'yib qo'ydi. Ondan Ibrohimga qo'lini uzatib, tamkinlik bilan, "G'ayratlik bo'ling", dedi. Ibrohim zo'rg'a kulimsirab javob berdi. "Alloh egam g'ayrat berar", dedi. Muhit Abdulhamdiga yaqinchilik qilib, "Yana birdam o'ltirmamsa, oldirabla mangding'u", dedi. "Yana biri bilan ko'rishmoqchidim. Kashlikinglar xayrlik bo'lsin", Abdulhamdi ishga qarab mangdi. Muhit yaqinchilikni ifodalamoqchi bo'lib, uning orqasidan chiqdi. Ishik oldiga kelganda Abdulhamdi uningga, "Muhit, menga ishongin, men endi sana o'xshashla mas'uliyatni ustimga olaman. Biroq sen bilan ishlashim uchun hamma ishni menga aytib berishing kerak", dedi. Muhit uningga ishik ichib berib o'tib, "Albatta, sen mangu biz bilan birga", deb qo'ydi. Abdulhamdi Muhit ochgan ishikni yepib qo'yib, past ovoz bilan so'radi, "Sen uning bu uyda yana qancha vaqt turdiganligini bilamsan?" "Oz deganda 2 hafta turdigan o'xshaydi". Abdulhamdi beshini langishitib qo'yib ishikdan chiqdi va "Ishikni qulflashni unutib qolma", dedi. Abdulhamdi bu oila kishilari oldida bo'lishqa tegishlik salofat bilan palampaydan tushdi. Ko'chaga chiqibla asli qiyofatga yondi.
Ko'zlari zeraklik, hiylagarlik bilan chaqnadi. Uning inchikka buruti ostidagi lablarida masxirlik hijiyish paydo bo'ldi. U xuddi turmushning oxirgi pallasiga boshqalardan burun yetib berishga oldirgan odamdek cho'ng qadamlar bilan mengib ketdi. U avtobus bekatiga ketib o'tib, Samiyani esiga oldi. Abdulhamdini diplom aldaydi. Toza bir sarangda diplomning uningga nima foydasi bor? Abdulhamdi mushchaqqicha zerakligiga tayinib keldi-ku. Zerakligi bilan turmushdan o'ziga keraklik hamma narsani oldi. To'g'ri, zeraklikka tayinish kerak. Agar balaliqiga yenib maktabda o'qigan taqdirdami diplom olish qo'ydi bo'lmaydi. Muhitga o'xshash odammi bo'lmaydi. Chunki muhitdek odamlar turmush kechirvatmaydi. Hayot yashayotidi. Xolos. Ular erishadigan diplom qog'ozdan boshqa narsa emas. U diplom olmaymi Samiyani qo'lga keltira oladi. Zerakligi bilan Samiyani amriga oladi. Abdulhamdi Samiyani yaxshi ko'radi. Buningga uningdagi manmanchilik va ko'ranglik aralashib ketgan bo'lib, ortiqcha zerakligi tufaylidan Samiyani yo'qotib qo'ygan. Biroq u yana shu zerakligi bilan Samiyani o'ziga qartib oladi. Samiyani qo'lga keltirdi va shu orqali o'zining turmush usuliga ishonmagan Samiyaning oilasini yengdi. U Samiyani emas, yana 5000 fond sterlingni qo'lga keltirdi. Mushu tapda tag'isining qo'lida 5000 fond sterling turibdi. Abdulhamdi bu pulning mehridan kechalamdi. U bu pulni nemish qolmaydi. Vatan suyman debmi? Buning vatan suyish bilan qanday aloqasi bo'lsin? İbrahim qandaqlı bo'lsin qo'lga tushdi. Bu faqat vaqt masalasi. Tag'isining vatanparvarligi uni qutuldirib qololmaydi. Bu vatan suyish, so'ymaslik masalasi emas, balki 5000 fond sterling pulni kim elish masalasi. U olmasa boshqalar oladi. Shunga u cho'qim bu pulni elish kerak. Bu pul bilan bir savdo saroyi ochadi. Millioner bo'ladi. Samiyaga dach soldirib berdi. Kichik mashina ilib berdi. Yana xizmatchi, chaqar, zibu-zinnatmi bor. U saqchilarga bir telefon berib qo'ysalar, bularning hammasi qo'lga keladi. Yoki bo'lmasa, bosh taftishga ba'simi bo'ladi. Bir telefon qilsalar, bir muncha pul qo'lga keladi. 5000 fond sterling bu. 2 haftadan keyin İbrahim Hamdi tag'isining uyidan chiqishi bilanla u telefon berib 5000 fond sterlingni talab qilsa bo'ladi. Agar tag'isi ahlini ozroqla ish qilib, jahonga beqib ish qilsa, 2 hafta saqlashning hojati qolmaydi. U tag'isi bilan berib, İbrahim Hamdini saqchiga ma'lum qilatdi-da, pulni tang bo'lishadi. Ammo tag'isi tozimi ahmoq. Bu davlatda qanchalik ahmoqlar bor, ha? Abdulhamdi avtobusdan tushib, xiyolga patgan holda Sulaymon Pasha ko'chasiga qarab mangdi. Oxir doim kiradigan bir qahvaxonaga kirib, xizmatchiga telefon daftarini akeldirgizdi. U telefon daftarini astoydil varaqlab, saqchi bosh nazoratchisi polkovnik Muhammad Humamni topganda to'xtadi. Ondan yanchiqodan kichik xotirasini elib, polkovnik Muhammad Humamning telefon nomerini yozib oldi. Telefon daftaridan yana bosh taftishning ismini tepib, uning telefon nomerini yozib oldi. Abdulhamdi telefon daftarini yepib turishiga bir do'sti uning yoniga kelib, do'lisiga shapaloqlab so'radi. Bugun kechda nega yo'qolib ketding? Abdulhamdi o'z zerakligining g'alabasini namoyon qilmoqchi bo'lgandek qaqoqlab kulib ketib, "Rostini aytsam, bugun oqshom at uchun ishladim", dedi. U o'z zerakligiga tantana qildi. 8-bob tugadi.